Mijozimizni uylariga kelganmiz. O'zimiz tikib bergan chexol, pardalarni himchizka qilib o'z egalariga topshiramiz. Shu qatorda dasturxon ham tikib berganmiz. Bitta baho berasizlar o'zingizlar ko'rib. Qani ketdi. Assalomu alaykum. Navbatdagi mijozimizning uylariga kelganmiz. Pardalarini bir 2 yil oldin taxminan chiroyli qilib ilib bergandik. Hozir himchizka qilib yana qayta ilib berdik va chexollarni ham tikib bergandik. Chexollarni ham himchizka qilib berdik. Juda ham ochildi. Ranglari sirazi o'zgardi, oppoq bo'ldi. Hidlari ham priятный bo'ldi va dasturxon qilib berdik bularga. Chiroyli qilib stollariga dasturxon kamchiligi edi. Shu dasturxonlarni to'ldirib berdik. Chiroyli qilib bitirdik. Figurali stol ekan. Hammaga ma'qulmi? Xudo xolisa bu obzorimizni to'liq video qilib kanallarga joylashtiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa himchizka xizmatlari kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Ishingizni chiroyli qilib bitirib beramiz. E'tibor uchun rahmat.